Bu maxsus yo'lsiz hududlarda o'tkaziladigan poygalar uchun maxsus ishlab chiqarilgan tezkor tarzda iflosligini yo'qotish uchun mo'ljallangan ko'zoynaklar juftligidir. Poygachi ko'rish qobiliyati yomonlashganda u shunchaki qo'lda tashqi qatlamni yulib tashlaydi va shu zahotiyoq ko'rish maydoni tozalanadi. Bu mexanizm ko'zoynaklarning old qismiga o'rnatilgan bir nechta shaffof plyonka qatlamlaridan iborat. Bir qatlam yulib tashlanganida keyingi qatlamning uchi tortiladi va yana ifloslashga tayyor holga keladi. Ammo agar plyonka noto'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, poygachi bu muammoga duch kelishi mumkin. Plyonka silliq bo'lib yulib tashlashga noqulay bo'ladi va artish vaziyatni yanada yomonlashtiradi. Bundan tashqari, plyonka qatlamlari cheklangan miqdorda bo'lganligi sababli ular tugab qolsa, poygachi yana muammoga duch keladi. Bu muammolarni hal qilish uchun yulib tashlanadigan ko'zoynaklar o'rniga ifloslikdan tozalovchi ko'zoynaklarga almashtirilgan. Endi poygachi shunchaki yon tomonidagi ipni tortadi va yangi plyonka qatlami joyiga keladi hamda bir vaqtning o'zida ifloslikni artib tashlaydi. Biroq bu hammasi emas. Rulda har ikki qo'lni bo'sh qoldirish uchun yanada ajoyib ixtiro yaratdik. Avtomatik ifloslikdan tozalovchi ko'zoynaklar. Endi faqat rul yonidagi qizil tugmani bosish kifoya va ko'zoynaklar avtomatik tarzda tozalanadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.